Assalomu alaykum. Men bir oy oldin baxtsiz hodisa tufayli jag'imni sindirib olgandim va shina taqtirgandim. Bu narsa xato ekanligini bildim. Menda hech qanday yaxshilanish bo'lmadi. Orqa jag' tishlarim bir-biriga umuman tegmayotdi. Va men Aden Hospital klinikasiga murojaat qildim va bu yerda zamonaviy uslubda operatsiya qildirdim. Hozir menda operatsiyadan keyingi 4-kun. Operatsiyadan oldin umuman ovqat yeyolmasdim. Hozir yeyapman. Eng asosiysi orqa jag' tishlarim bir-biriga tegyapti. Hammasi joyida. Hozirda bemorda birinchi operatsiyadan keyingi 1-kun o'ng tomon malyar sohalari ishlaydi. O'sha tegyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Atyoqlarimiz minimal, ozgina shish bo'ladi endi operatsiya va trakar uchun qo'yilgan bir dona teshigimiz.